Ayol kishiga mos 4 ta elektromobil. Birinchi o'chirtda men BYD Yuan appi maslahat bergan bo'lardim. Sababi kompaktni, katta emas, kichkina emas, lekin bagaji katta, kolesga solishga juda ham udobli. Narxi hozirda CIP Tashkent eng full pozitsiyasi head-up displeylar bilan Smart'da $15,500 CIP Tashkent. Eng oddiy pozitsiyasini aytaymi? $12,900. Lekin undan qomati chiqyapti. Keyingisini aytadigan bo'lsam, ko'pchilik ayollarimiz xarid qilgan Voyage Free Apollo Tage. Prям Apollo Tage. Klass emas, yengilchasi emas, pnevmalari bor. Pnevmasi bo'lgandan keyin bolalar chiqib tushishi ham oson bo'ladi deb o'ylayman. Apollo Tage $28,600 CIP Tashkent sotamiz hozirda. Katta gibrid avtomobil haydagisi kelgan ayollarimizga Dongfeng Ipai 008 ni maslahat bergan bo'lardim. Sababi 3 qatorli, juda ham keng va eng glavnisi orqa o'rindiqlarda televizori bor. Bolalarga YouTube qo'yib bersangiz, jimgina sizga xalaqit bermasdan ketishadi. Sedan variant qolishdi-chi? Unga albatta GAC Ion S Plus maslahat bergan bo'lardim. Sababi Toyota'ning sub-brendi endi kачество bo'yicha unga yetadigan edi. Xuddi shunaqa Xitoy biznes va mashina haqida ma'lumot olish uchun Menga obuna bo'linglar.